100 ming so'mga tushayotgan travertinni 7 ming so'mga qilish yo'lini o'rgatib qo'yaman. Bu yo'limiz hamma uchun emas, uyini travertin qilishni xohlayapti, lekin imkoniyati yo'qlar uchun. Devorimizni yirtiq yamag'ini qilib olganimizdan keyin holatini qizig'i yo'q, emulsiya bo'ladimi, shpaklovka bo'ladimi, oqay bo'ladimi, qumshoq bo'ladimi, farqi yo'q. Ustidan bir sloy gruntovka berib yuboramiz. 7 ga 1 gruntovka. Bu degani 7 kilo suvga 1 kilo gruntovka qo'shiladi. Devorimizni to'yintirib gruntovka berib yuboramiz devorimizga. O'sha aytganimdek, devorning rangi, holati umuman qizig'i yo'q. Gruntovkani yaxshilab to'yintirib bersak bo'ldi. Devorimiz gruntovkasi quridi. Endi oddiy rodbinni suvga aralashtirib, travertin shaklida sef olamiz. Aytgancha, gruntovkamizni 1 kvadratga rasxoti 500 so'm 600 so'mga tushyapti. Rodbinimizni agar domstroydan olsangiz 1 kilosi 1 kvadratga ketadi, 1 kilosi taxminan 1,5 ming so'mga to'xtaydi. Devorimizga rodbinni xuddi shu shaklda sef olib turib, bitta yaqinroq olib kelib ko'rsating. 1-2 minut rodbinimiz serilgandan keyin oddiy shpatilda buni tekizlab chiqamiz. Ko'ryapsiz, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Oddiy shpatilda tekizlab travertin forma berib chiqyapman. Rodbinimiz qurigandan keyin endi buni ustidan domstroyni fasadni emulsiyasini beramiz. Fasadni emulsiyani rasxoti agar domstroydan olsangiz 1 kvadratga taxminan 1,5 ming so'mga tushadi. Emulsiyani berishdan maqsad travertinga oq rang berish. Agar sizga xuddi shunaqa tabiiy rang yoqsa, buni ustidan emulsiya berishingiz ham shart emas. Emulsiyamiz qatigandan keyin ustidan 1 sloy travertin lakini berib yuboramiz. Travertin lakni rasxoti agar domstroy lakidan ishlatsangiz 1 kvadrat metrga 1,5 ming so'mga tushadi. Emulsiyani ustidan 1 sloy lak bersangiz yetadi. 2 sloy berish shart emas. 1 sloy lakni o'zida emulsiya yaltirab, mana ko'ryapsiz, yaltirab chiroyli bo'lib chiqadi. Lakni berdik. Endi bitta effektini ko'ring. Kelib ko'ring, akalar. Ko'ryapsiz, yaltirashini. Travertinga ham dam berib yuboryapti. Bu rodbinda bo'lgan travertin effekt bo'lyapti. Akalar, 7 ming so'mga tushayotgan travertin effektimiz. 7 ming so'm qatta-yu 100 ming so'm qatta. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Mahsulotlarimiz hammasi Domstroydan keltirilgan. Salomat bo'ling.